to'xtanglar, akalar. Bola qarash kerak. Assalomu alaykum. Bola qarash kerakmi aka? Ha, bola qarash kerak, chiq. Shu bolalarga qarash kerakmi? Ha. Ada, kim bu? Nima qilyapti bo'pti? Yixti. Bolalar chet tilini ham zo'r bilar ekan-a? O'zbek tilini ham tushunami ular? Otanglar qayergadir ketdi. Yana tushmaga o'xshab turib, hamsa-pamsalarga haydavermayman. Tushundingmi? Meni miyam xato qilib turib. O'zlaring salgina jiyishtirib yonglar. Juringlar ketdik. Nimadir tushundilaringmi? Mana, jivonlar. Uf, yana tuxummi? So'zi bo'lganda osh-posh qilib beraydim. Jiysalaring shu. Uf, qanaqa tilda gapiryapti bu? Bo'lsa, kattasi bilan katinasini allabdi dag'ini. O'rmonga chopib yetyapti. O'rmonda yo'lda ketayotganida oldidan bo'ri chiqdi dag'ini. Seni jiyman. Aka, birpas jim o'tira olasizmi? Bosh og'rib ketdi, uxlab olaylik. Uf, qilamandagida shang'illayapsiz. Sizlar uxlasin deb aytyapman. Meni jiyma debdi. Men televizor ko'rib o'tiravermasdan sinirlarimga qarang. Singillangdan vash xavotir olma. Singillangga bor-ku, lalakuch taqib qo'yganman. Bu bor-ku, yangi qadoq tag'isi. Paxtasi ham Amerikadan keltiriladi. Namlikdan umuman o'tkazmaydi. Materiali yumshoqqina, umuman botmaydi. Hamma joydan topsang bo'lar. Senga o'zi nima aytyapman men? Qayerga javob bo'lib chetiladingiz, dada? Dada emas, ota bo'ladi. Tushunmadim. Til bilgani yaxshi-da, har na.